Hurmatli prezidentimiz tomonidan har bir viloyatlardagi mavjud imkoniyatlardan unumli foydalanish, ish o'rinlarini ko'paytirish borasida bizga aniq vazifalar belgilab berildi. Xususan, Surxondaryo viloyat namunasi asosida bugun ko'rib chiqildi. Birgina mana shu Qiziriq tumanidagi tadbirkorimiz tashkil qilgan xizmat ko'rsatish obyektlari, ya'ni 1 kilometr 800 metr kollektorda yopiq tizimga o'tkazish orqali bugun 154 ta xizmat ko'rsatish obyektlari hamda 26 ta lotlarda kichik sanoat zonasi tashkil qilingan. Bugun Surxondaryoda 15 kilometrdan oshiq mana shu kollektorlar yopiq tizimga o'tkazildi. Uning orqasida 3700 dan oshiq ish o'rinlari yaratildi. 150 kilometrda mazkur ishlar amalga oshirilyapti. Tadbirkorlarimiz tomonidan kollektorlarni yopishga ketgan xarajatlarni prezidentimiz driver loyihalari asosida mablag'lar beryapti ajratib. Buning orqasida yerlar o'zlashtirilyapti, yerlar auksion savdolari orqali tadbirkorlarga sotilyapti. Bizda mavjud 4600 kilometrdan oshiq kollektorlardan samarali foydalanishimiz mumkinligini tushuntirib berdik va biz buni tashkil qilyapmiz. Surxondaryoda 43000 gektardan oshiq suv fondi yerlarimiz bor. Biz 9000 gektarni qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirish bo'yicha o'zlashtirib, ekin yetishtirish imkoniyatimiz bor. Hamma loyihalarni yil yakuni bilan ishga tushirish choralarini ko'ramiz.